Abduqodir hamma sizni sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayman qiynaganmi? Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingiz aytsangiz. Assalomu alaykum, bilan bor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi Murod almashdi Murodbek. Shu haqda ham gapirib o'tdingiz. Moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz bilan? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz. Hello guys, welcome back to my channel. This is Abduqodir Kushano first interview upon his return to Uzbekistan for international match. That'll be all for now guys. Don't forget to like, comment and turn on notification for more updates. Bye. Terma jamoa endi 3 talik markaziy himoyachi bilan o'ynaydi yoki 2 talik. Zumrad hali bu hafta yetilmadimi? Endi va birinchi mashg'ulot bugungi o'yin. Men bu o'yinchiman, ketmayman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Kelasizmi? Ko'proq qaysi bir yoqda? Kelasizmi? Siz oldindan kam gapladingiz? Hamma savollarga shunaqa kulib, ochiqcha javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha bo'lmasam gapiring. Futbolchi Joyil Qo'joqsovdan hujumda bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, o'yinni ko'ramiz. Muxlis degan nima deysizlar? Bo'lajak o'yin. Qo'llab-quvvatlashdan xoliman. Abduqodir Pep Guardiola aytgani, siz ingliz tilini uncha bilmaydi, o'rganish kerak degani qanaqa ketyapti ingliz tilini o'rganish hozir? Hammasi yaxshi. O'rganamiz ekan. Muxlislarga yetadigan gap bor. Ikkita o'yin oldinda. Qo'llab-quvvatlashdan xolimiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xohlasa. Kevjor kerak emasmi, Kevjor? Rahmat aka. Manchester City'da eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib unayotgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? Qanaqa to'y?